Assalamu alaykum qadirlik radio anglag'uchilar. Bugun biz tarixning bir qonliq, biroq sharaflik betiga qaytib boramiz. Bundan 36 yil burun yuz bergan, xalqimizning esidan hargiz chiqmaydigan Barin inqilobining xotiri kunidir. Bugun anglaydiganlar Azad Sharq Turkiston radiosining Barin inqilobining 36 yilligini xotirlab ishlagan maxsus radio programmasi. Buningdan 36 yil burun xalqimiz orasida Barin qo'zg'oloni, Barin inqilobi, Barin jihodi va Barin qirg'inchiligi degan nomlar bilan atilib kelgan bir inqilob va harakat portildi. Bu harakat faqat bir qitimliq qo'zg'olish emas, balki Xitoy ishg'oliyati va zulmiga qarshi Uyg'ur xalqining qalbidan portlab chiqqan bir nido, bir qarshilik, bir iroda edi. Bugun biz shu yo'lda jon bergan barliq shehidlarimizni cho'nqur hurmat va minnatdorlik bilan yod etamiz. 1990-yili 4-oyning 5-kuni Aqdo nahisinin Barin yezisida Zayniddin Yusuf boshchiligidagi Uyg'urlar uzun yillik zulm, siyosiy ziyonkashlik, irqiy kamsitish va diniy bisimga qarshi qarshilik ko'rsatishga majbur bo'ldi. Dastlabda bu bir norozilik bildirish bilan boshlandi. Biroq Xitoy tajovuzchilarining zo'ravonlik bilan bostirishi uni qurolliq inqilobga aylantirdi va oxirida bu inqilob qonliq qirg'inchilik bilan bostirildi. Barin inqilobi tuyuqsiz portlagan emas. U uzun yillar davomlashgan siyosiy bisim, iqtisodiy namratlashtirish va milliy diniy huquqlarning bo'g'ilishining natijasi edi. 80-yillardan boshlab planliq tug'ut siyosati nomida Uyg'ur ayollarga zo'rliq ishlatildi. Xitoy ko'chmanlarining keng ko'lamda ko'chib kelishi yer boyliqlarining talon-taroj qilinishiga sabab bo'ldi. İşlab chiqarish qurilish Bingtuani nomida yerlashgan Xitoy askarlari Uyg'urlarning yashash muhitiga og'ir tahdid soldi. Zo'r sondagi Uyg'ur ishchilar ish o'rnidan qoldirilish siyosati bilan nomratlikqa duchor bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda milliy va diniy uyg'unish kuchayib, Uyg'urlarning o'z kimligiga bo'lgan tushunchasi texmo cho'nqurlashdi. 80-yillar Uyg'urlarning madaniyat, ma'rif va savdo sohalarida bir qadar yuksalishga erishgan davr bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda dunyo musulmonlari orasidagi diniy uyg'unish Uyg'urlarga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Bu ikki xil uyg'unish, milliy va diniy iroda Barin inqilobining maydoniga kelishiga sabab bo'lgan eng muhim ro'yi kuch bo'ldi. Barin hareketi boshlangandan keyin Xitoy tajovuzchilari qurolliq kuch ishlatib, 20 mingdan ortiq askar, tanka, tikuchar va aeroplanlar bilan rayonni qamal qildi. Bu bir harbiy harakatla emas, balki bir qirg'inchilik edi. Necha yuzlagan, hatto necha minglagan begunoh Uyg'urlar jinidan ayrildi. Barin inqilobi Uyg'urlarning hozirgi zamon siyosiy tarixidagi eng muhim burilish nuqtalarining biridir. U inqilob Xitoy siyosatining asli mohiyatini yechib berdi. Uyg'urlarning qarshilik irodasini kuchaytirdi, keyingi harakatlarga yo'l ochdi va bosh egmas Uyg'ur ro'yiga kuch qo'shdi. Bugun 36 yildan keyin Barin inqilobi faqat bir tarixla emas, u bugungi kunda davom qilayotgan Uyg'urlarning adolat, inson haqlari va erkinlik yo'lidagi ko'rishining bir qismidir. Assalomu alaykum Nijatbek, yaxshimisiz? Aleyküm assalam Afsan Bey. Sizga ma'lum bugun Barin inqilobining 36 yillik xotiri kuni. Yani 2026-yili Ümitning 5-kuni. Bu munosabat bilan biz bir radio programmasi ishlayapmiz va sizni ziyorat qilyapmiz. Bu to'g'riliq, ya'ni Barin inqilobi to'g'riliq sizdan bir qancha savol so'ramoqchimiz. Barin inqilobining tarixiy tajribasidan bugungi mustaqillik ko'rishimiz nimani o'rganish kerak? Nayt yaxshi bir savol bo'ldi. Oldi bilan mushu munosabat bilan
Bari inqilabda canlarını fida qilgan bu şehitlerimizge Allah'tan rahmet ve tileymiz. Amin. E, Elbette bir gün Şərq Türkistan zemini bir yerde bir mustemlik aslında, bir zulüm aslında, bir irqi qırğınçılık aslında. Bari inqilabınınki en mühim ehemmiyetlerden birisi nima degan chog'da Şərq Türkistan xalqi uzun yıl mustamlika bo'lib, bir bundan qarshilik ko'rsatish, bir askeriy javob berish nimasi fursati bo'lmagan edi masalan. Bu yerda bu askeriy Xitoy bilan to'qinishga, bu nimaga qatnashgan nurg'un yosh nimalarimiz va qarindoshlarimiz bor. Ular o'zining o'ladiganini bilardi. Bularning Xitoyning askeriy kuchiga tengkelanmaydiganligini bilardi, ammo bular ölüdüğünü bilip durup bu hareketini kıldı yani. Bu yerda nimani ifodalamoqchi degan chog'da tajovuzchilarga qarshi turishninki faqatla sukut bilan emas, amaliy o'zining jini orqali badal to'lagan chog'da bu g'alabaning keladiganligini, bu anaqa o'ti pasiv qilayotgan xalqning mustaqillik ko'rishining tehi uchib qolmaganlik bir irodasini ko'rsatdi. Yani mustaqillikning ko'rishninki Sharq Turkiston xalqining qalbida o'chib qolmasdan, balki bular vaqti kelgan chog'da, fursat kelgan chog'da o'zlarining hayotini, qimmatli hayotini qurbonlik berish bilan masalan qila oladiganligini qildi va qolib qolgan Sharq Turkiston xalqiga bo'lsa, bu kurashninki asli mohiyatining nima ekanligini ko'rsatdi yani. Bunun iliqi ta'siri mayli ve Şərq Türkistan içində olsun, Şərq Türkistanın sırtında bolsun, gayet mühim əhəmiyyətə ega. Yəni müstəqillik görüşünki faqatla eğizdə sözləb qoyuş yoki gaqib qoyuş bilan emas, balki bu yerda bu zaminni, bu tuproqni elish uchun qon va jon bilan badal to'lash kerakligini Şərq Türkistan xalqiga yana bir qatam isbotlab berdi. Gerçi bular bu kurashda mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, amaliyotda Şərq Türkistan xalqiga bir maňydigan, bir tutup maňydigan bir məşəlni qaldırdı diýeni üçin. Bu kurashning asli mohiyati mundaqdy. Buning bilan mundaq şekilde davam qılymyz degan bir mesajni qaldırdı Şərq Türkistan xalqining qalbiga. Hmm. Ahırda ulaşıp çıksa qarsak, chet el sirtida, vatanning ichida qilolmagandan keyin chet el sirtida nurg'unlagan insonlar bu Bari inqilobidan keyin O'rta Asiya bo'lsin, Afg'oniston, Pokiston bo'lsin, Suriya bo'lsin bu yerga berib, qurolliq tayyorlik qilish orqali Xitoyga qarshi eee, eee, harakatga tayyorlik qilish nimasiningki asosini soldida. Masalan, ilhom baxsh yo'lda Bari inqilobi. Bunun neticesinde qarsak, masalan, bugungi kunda masalan mayli Suriya, Afg'onistonda bo'lsin va dunyoning boshqa yerlarida bo'lsin, askariy tayyorlik holatiga o'tib, Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishiningki shunaqa bir qurolliq to'qinish bo'lgan chog'da buningga qarshi amaliy bir harakatga o'tolmaydigan nurg'un insonlar paydo bo'ldi buning nimasida va bu kurashda o'zlarining qonini, jinini, melini va jonlarini bu kurash uchun o'ttirib qo'ya oladigan nurg'un qo'shinimiz, askarlarimiz, insonlarimiz paydo bo'ldi masalanchu. Endi oldimizda xalqaro bir fursat chiqib, shunaqa bir Xitoy bilan bir to'qinishlar nimalar hozir bo'lsa, inshaalloh nurg'un xalqimiz buningga qadam bosolay deb o'ylayman. Bugungi dunyo vaziyatida shundoq bir harakatning yana qayta ko'tarilish ehtimoliga siz qanchalik? Aldıdan bir kurashni qilganda biz materialistik kuchdan bek o'lchab olamiz. Biz aslida buni o'lchaydigan nurg'un narsalar borchu. Albatta Xitoy bugun askeriy jiq, yadro qurollar va nurg'unlagan sohalar nurg'un jihatda bizdan kuchli, biz unga teng kelib bo'lolmaymiz materialistik qaraganda. Ama bunun anaqa ma'naviy qimmatiga ham qarash kerak. Birinchidan bizning ko'rishimiz bir haqliq ko'rash. Ikkinchisi bu ko'rishimizda tiz bukmas irodaga ega bo'lgan bir xalqimiz bor. Umidvor bo'lishimiz kerak. Bizning haqli ko'rishimiz hamon bir kuni g'alaba qiladi. G'alabaning kelishiga u bizning qo'limizdagi narsa emas, Allohning ilkidagi narsa. Chunki tarixda Xitoyga o'xshash nurg'un imperatorliklarning, nurg'un cho'ng hokimiyatlarning har xil sabablar bilan vayron bo'lgan narsasi bor. G'oyat oz sondagi qo'shinga yengilgan narsa bor. Bu tarixiy nimalarga qarasak, buning biz uchun g'oyat yaxshi dars bo'ldi. Ammo mushu narsalarga tayyor bo'lish bizning ustimizga tushgan bir vazifa bo'lganligimiz uchun biz bu oldimizda chiqadigan keladigan fursatlarga tayyorlik qilishimiz kerak. Mayli siyosiy nuqtadan, mayli askariy nuqtadan bo'lsin, mayli iqtisodiy nuqtadan, mayli tashkiliy nuqtalardan bo'lsin, hamma jihatdan tayyorlik qilib,
aldığımızda çıkılgan şundak bir korallık tokunuşka kunda bir nemege hazır buluşumuz gerek. Yani hazır olamazsak Xitay örülgen takdirdimi yine vatanimizni alamaymiz ve vatanimizni algan takdirdimi tutup duramaymiz. Yeni bir kıtım mustamlikinin buluşumuz mümkün. Çünkü bizning ustimizga tushgan narsa ümidsizlik to'lqiniga tushmay, umidvor bo'lgan holatda yaxshi tayyorlik qilish kerak. Ya'ni har kimning turayotgan jug'rafiyasida qaysi xil holatda tayyorlik qila oladi, masalan. Hmm. Qaysi xil holatda qanchalik tayyorlik qila oladi, buningga qarata harakat qilishimiz kerak va shaxsiy va kollektiv holatda. Yani yana bundaq bir harekatning, bundaq bir inqilobninki o'tirg'a chiqishi, ko'tarilishi yanada o'zimizga bog'liq demoqchisiz. Elbette, elbette. Ama xalqaradaki mesela özgürlüklerge mi qaraylı mesela? Mesela burun nurgun yerlerde qarsak insan hakları o bu hep nurgun bu cık siyasi nemede cık orunda tutadı. Bugün asasi nemede bu universal kıymet karşı insan hakları demokratiya o bu degan narsalar yo'qolib ketmedi ama kun tartibning nimasidan tushib qoldi. Bugun nimada bo'lyotdi deganda uchuq ya'ni askariy kuchninki seliştirmesi ve askeri tokunuşlar bo'lyapti. Masalan, hozir buni O'rta Sharqda nimada bo'layotgan bo'lsa, bugungi to'qinishlar bizning vatanning O'rta Osiyoning chegarasiga berib qilyotdi. Masalan, Eron nimasi G'arb Osiyodan. Atogin kim bo'ldi O'rta Osiyoda bo'lamdi, Hindiston, Xitoy o'rtasida bo'lamdi, Afg'oniston, Pokiston tarafdan bizning vatanga ulg'ayib chiqamdi yoki bo'lmasa Xitoy boshqa yerlarga nim qilamdi atrofdagi chegara davlatlarga. Buni biz bilmaymiz ama hamma yerda bir qaynayotgan bir narsa bor. Askeriy to'qinish, jidallarniki, chegaralarning yangidan sizilish ehtimolligi masalan. Dunyo xaritasining yangidan shakllanish nimasini ko'ryapmiz dunyo tartibininki masalan. Buning uchun masalan burunqi yumshoq diplomatik siyosatlar jiq rol o'ynagan bo'lsa, bugungi kunda u narsalar uning o'rniga askeriy sebep bilan qurolliq to'qinishlar orqali bu narsalarni hal qilishga tirishyapti masalan. Nima gap bor siyaset kansız urush deydi. Hmm. Urush bo'lsa qonliq siyaset deydi. Ya'ni urushning avay deganimizdek ma'lum bir maqsadi bo'ladi. Davlat quramdi, davlat o'ramdi, ma'lum bir territoriyani egallamdi yoki ma'lum bir energiya nimasini egallamdi degandek. Bizning bu yerda kiradigan urushimiz bo'lsa, mustamlik ostidagi zaminimizni mustamlikadan qutulib, mustaqil davlatimizni qurish. Bizning bir siyosiy g'oyamiz bu yerda. Buni olgandan keyin xalqimizni gullab yashnatish degandek. Yani bunun kelgan chog'da eng oldida umidvor bo'lishimiz kerak va qo'limizdan dunyoning nerede bo'lsak, nechilik imkoniyatimiz bo'lsa, shuning qarta siyosiy, askariy, diplomatiya nurg'un jihatlarni tayyorlik qilishimiz kerak masalan. Yani hazır bo'lishimiz kerak uchuq deganda. Qimmatli ko'z qarashlaringiz va fikrlaringiz bilan radyo anglag'uvchilarimiz bilan o'rtoqlashganligingiz uchun ko'nglimizning eng cho'nqur yerlaridan sizga rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizga. Men chin ko'nglimdan sizlarga rahmat aytaman. Barin şehitleri bir milletning umidi, bir xalqning irodasi va bir yurtning azodlik orzusi edi. Ular hayotni tanlamadı, lekin izzatni tanladı. Ular sukutni tanlamadı, lekin haqiqatni tanladı. Ular ketdi, ammo ularning izi bizga yo'l xaritasi bo'lib qoldi. Ular ketdi, ammo ularning ovozi biz uchun shuar va qasam bo'lib qoldi. Biz ularni faqat eslash uchun emas, balki davomlashtirish uchun yashaymiz. Biz barin şehitlerini unutmaymiz. Ularning qini bizning to'mirimizda, ularning ro'yi bizning qalbimizda yashaydi. Barin inqilobi faqat bir nom emas, u bir ruh, bir qasam va Uyg'ur xalqining sunmas irodasi. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi. Men Abdusalom Niyozo'man.